Assalomu alaykum do'stlar, anglayotganinglar bu kechasiz tanamas programmasining hayot hikmatlari. Danışman ota-bobolarimiz o'z turmush tajribalarini yig'inchoqlab, tatbiq qilib, avlodlarga noiti falsafaviy maqol tamsillarni qoldirib ketgan. Yani bulardan misali Mo'rining isini turxun bilar, begimning qo'rsqi to'q, quli bilan ish yo'q degandek. Qani tuanda bireylarning o'z xotirasiga yozgan bu jumlalarga quloq solaylik. Sening ma'langda optab chiqqanda, mening ma'lamda yomg'ir yoqqan. Sen yomg'irni emas, quyoshni ko'rganing uchun mening yomg'irda to'nglig'inimdan xavassiz. Sening beg'ingda gul ichilganda, mening beg'imdagi gulga ushuk tekkan. Sen gulingni ko'rganing uchun mening azobimni tushunmayding. Senin qaznığında aş qaynaganda, mening çaynikimda çay qaynamgan. Senin qo'rsqing tamoq to'yg'ini uchun mening och ekanligimdan xabaring yo'q. Shundoq do'stlar, inson davomliq har ishni o'zining tarasida o'lchashga erisman. Shunga cho'nglarda Körgen kılar, körmegen nemeni kılar degan söz var. Turmuşta biz his qilib, körüp, anlap bo'lalmaydigan ishlar nihoyatda ko'p. Shunga mehrlik qo'llarimizni shu biz körüp baxmagan kishilarga sunaylik va shular uchunmi duo qilaylik.